Chet el davlatlari allaqachon bu turdagi jarrohlik amaliyotiga o'tib bo'lgan. Qorin oldingi devorni kesmasdan o'sha kichik teshiklar orqali jarrohlik amaliyotini o'tkazish bu butun dunyoda faqatgina laparoskopiyaga emas, hozir robot assistentlik qiladigan operatsiyalarga ham o'tib ketishgan. Shuning uchun bizda ham sekin astalik bilan rivojlanyapti bu narsa. Mana hozir sizga davlat ish berdi, ish bilan ta'minladi sizni. Mamnunman dedingiz. Qancha maosh olasiz? Agar mumkin bo'lsa aytish. U yoqqa qaramang, menga qarang. Laylo, to'g'ri savol. Chunki agar ikkita shifokor bo'lsa, tashmini tugatgan shifokorga boramanmi yoki Rossiyada nufuzli bir markazni dissertatsiyasini yo'qlagan shifokorga boramanmi degan tanlov tursa, albatta bularni tanlayman. Albatta, fikrlari ham juda Va tiniq. shunday ekan, demak sizni oylik maoshingiz tashminda o'qigan talabanikidan ko'proq bo'lishi kerak. Albatta, birmuncha ko'proq, birmuncha ko'p. Demak, ancha